Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistondek jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Qadr shulkim, u yurtda hazrati inson aziz, hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat, erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz. Yurgashev Sardorbek Kadirovichga. Assalomu alaykum, hurmatli tumanimiz ahli, faxriy otaxon va onaxonlar. Yurtimizda har yili 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanmoqda. Qat'iyat bilan aytish mumkinki, ulug' g'alaba, tinch va osoyishta hayot, erkinlik va mustaqillik uchun jonini fido qilgan ajdodlar xotirasi xalqimizning qalbida umrbod chuqur ehtirom bilan saqlanadi. Xonadonlaringizga fayzu baraka, tinchlik, osoyishtalik va farovonlik tilab qolamiz. Barchangizni yana bir bor 9-may xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. O'zbekiston, O'zbekiston, yurtim mening, mening ona vatanim. O'zbekiston, 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 yurtim mening, mening ona vatanim. Madh aytib sen bilan maqtanmoq oson, mulki Samarqand deb mulki Xuroson. O'zingniki emas hatto o'chog'ing, o'zingdan bir kuni chiqmasa sulton. Salom Temurlardan tomchigan qonim, o'zimniki bo'lgan O'zbekistonim. O'zbekiston